Assalamualaikum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görürsünüzlər. Proqramımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan Uyğurlarga dair bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçekra. Tövəndə diqqətinizdə proqramımızın təfsilatları da basın. Oğulcun ayısıdaki ayallar lagırıga 2 yıldan artıq qamalğan Gülzire Avulkan qızı lagırdan çıqqandan keyin özü görген bir qism reallıqni taşqı dünyaya aşkarladı. Gülzire özüge ən təsir qılğan işlər qatarında bir qism ayal tutqunlarının yerim keçide elib çıxıb ketilgence gayip olup ketadiganlığı, eğri turmuş ve atanmış ügünüş besimleri, məcburi çoşqı gülüşü yigizüş, təkşiriş üməkləri gəlgəndiki aldamçılıq qılmışları qatarlıqlarını aşkarladı. Gülzire'nin bu qitimki guvalıq bayanları Xitay hökumetinin lagırlar haqqındaki yalğancılıqlarının həbdi bəşirisini yeni bir qitim eçib taşıldı. Amerikanın muavin yardımcı Tashqi ishlar ministeri Scott Busby yaqında radiomuz ziyoratini qabul qilib, Amerika hökuməti və xalqining Uyg'urlarning yenida ekanligini bildirdi. Scott Busby Amerika Tashqi ishlar ministerligining demokratiya, kishilik huquq va emgak byurosining mas'ul rahbari bo'lib, u ilgari Uyg'ur vaziyati haqida davlat majlisida guvohlik bergan. U shu qitim 800 mingdan 2 milliongacha odamning Xitoy Uyg'ur rayonida qurgan lagerlarga qamalganligini tunji qitim o'ttirib qo'ygan edi. Suhbat jarayonida Scott Busby Amerika hukumatining Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirish harakatlari va lagerlar masalasi bo'yicha nimalarni qilayotganligi to'g'risida ma'lumot berdi. Her yıl 12 may günü dünya boyunca ötküzüladigan Analar Bayrami muhaciratga Uyg'urlar uchun to'liq qayg'uli bir kun bo'ldi. Chunki ota-onasining lagerlarga qamalganligi muhaciratga ko'plagan Uyg'urlarga o'rtaq bir qismat bo'lmoqda. Bir qism Uyg'ur yoshları bu munosabat bilan munosabatlik to'g'rilarda o'z yozmalarini e'lon qilsa, yana ba'zilar o'z ota-onalarining erkinlik chiqishi uchun davomli kurash qilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, navbat muhaciratga ko'p qism Uyg'urlar ota-onalar bilan hatto telefonda so'zlashish imkoniyatiga ega emas bo'lib, ba'zilar buni 21-asrdagi chekiga yetgan milliy zulmning bir turlik inkosi deb qaramoqda ekan. Yaqında Norvegiyada o'qiyotgan Uyg'ur yoshlaridan Marvina Tursunning lagerga qamalgan onasi va tog'isi haqidagi guvohligi Norvegiya davlatlik radio va bir qism yerlik gazetlarda e'lon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Marvinaning opasi va tog'isi dastlab Maytaq shahridagi lagerga ilib ketilgan. Keyinchi ular qamoq jazosi berilib, turmaga yo'tkalgan. Marvina o'z kashmishlariga birlashtirgan holda muhojiratdagi Uyg'urlarning Xitoy lagerlariga qamalgan urug' tuqqanlari masalasida sukut qilmaslikni, aksicha bu zulmlarni tashqi dunyoga oshkorlashning zarur ekanligini alayda ta'kidladi. Mushu haftada Xitoy raisi Xi Jinpingning tashabbusi bilan chaqirilgan Osiyo madaniyatlar dialogi yig'ini Beyjingda o'tkazildi. Yig'inda Xi Jinping madaniyatlarning ko'p xilligini hurmat qilishni ta'kidlab, boshqa madaniyatlarni o'zgartirishga yoki uning o'rniga boshqa bir madaniyatni dastlashga urinish idrok jihatdan ahmoqonalik, usul jihatdan ofat xarakterlidir degan. Halbuki Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida ijro qilayotgan siyosiy bostirishlarda Uyg'urlarni xitoylashtirish, Uyg'urlarning tili va madaniyatini butunlay yo'qotishni nishon qilayotganligi ma'lum. Analizchilar bu haqda fikr bayon qilib, bu Xitoy hukumatining qiladiganini qilib bo'lib, o'zlarini oliyjanob qilib ko'rsatishidan boshqa narsa emas, deb ko'rsatmoqda. O'z tarixida irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirib boqqan Yahudalarning har qaysi joylardagi tashkilotlari Uyg'urlar duch kelayotgan milliy fojialarni tashqi dunyoga anglitishni davom qilmoqda. Angliyaning London shahridagi Yahudi kishilik huquq tashkilotlaridan Rani Kassin tashkiloti maxsus muhokama yig'in chaqirib, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida doklad bergan. Dokladda bir qism davlat arboblari, muxbirlar va boshqa sohadagilar qatnashgan. Amerikadagi Yahudilarning eng uzun tarixi ega bo'lgan Alg'a tor jurnali Dunyo Yahudi kuzatish tashkiloti qatorliqlarmi Uyg'urlar haqida maxsus temadagi maqolalarni e'lon qilish orqali dunyoni Uyg'urlarga ko'ngil bo'lishga chaqiriq qilmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.